Assalomu alaykum, yana bir bor hamqishloqlarimiz. Avvalambor sizlarga rahmat demoqchiman. Shunchalik mana bee'tibor bo'lmaganlaringga, mana kammi ko'pmi ko'ngilingizdan chiqarib pul tashadilaring, rahmat. Mana hozir devorlarni bitirishga mana xudo xolasa imkoniyatimiz bor. Shunga mana yana ihson qilmaganlar bor, yana qilaman deganlar bo'lishi mumkin. Mana shu uyni ham kamgina mana qo'nshoq qilib, endi sal odam ko'gidan qilib, endi bu xonadonga ham baribir mehmon keladi-da. Bular ham baribir ich-ichidan ezilib uyolsa kerak bu uyda o'tirganiga ham. Shunga sharofatlari bilan shu uyda ham sal shu ko'rinishini bir chiroylikina qilib bersak yaxshi bo'ladi o'ylayman. Mana oshxonalarni ko'rsatdim. Mana shu uylarga mana eshigini ko'rsalaring. Shuni ilintirdi, buni mahkamlamagan hamda. Hozir eshikni ochganman, qo'rqdim. Ana yiqiladi ham. O'sha narsalar ko'pi shu uyni ichida, mana ochib ko'rsatyapman. Shu eshiklarni ham sal boshqatdan qilib, bir makamgina qilib, odam ko'gidagina qilib, bir yordam berib olsak. Mana bitta mahalla komiteti raislari ham mana shitda, ma'lumot biz ham bilan birgalikda, mana tashkilotchi Habibov G'ayrat, mana Akmaljon Do'stmat biz ham mana ustalar hammasi mana ko'pchilik bo'lib mana hashar qilyapmiz. Hozir o'zimiz ham qarashib olamiz shularga. Shu yana kamgina yordam qilib olsa ham bu tarafda ham mana shu devordan mayli bulog'ish bo'lmasa ham shu eski kilolardan topib o'q devor qilib shu qo'shni tarafini yopish kerak. Mana tuvaletini o'tgan safar videoda ham ko'rsatdim. To'g'ri men listashga kirishga ham qo'rqaman. Uydan avariyni sostoyanida turibdi, ruschasiga aytganda qo'rqinchli. Shuni ham bir ko'tarib makonlar bersak yaxshi bo'lardi. Hammalarga rahmat, kattakon yordam qilayotganlaring uchun.